İşe doyumlar olur. Allah. Angarimiz tarixi 4000 yilga borib taqaladi. Islom dini kirib kelishda bu yerda birinchi masjidimiz yuqorida oq masjid bo'lgan. Bu mana hijriy yilda mana ustum o'shalardan tushib kelgan ustumlar mana hijriy 122-yil yozilgan. Xo'sh, keyin bu yerda bu 8-asr boshlarida qurilgan, 14-asrlarda o'rtalaridami şu Temuriylar davriga kelib bu masjid qurilgan keyin. Masjid qurilgan, shundan beri faoliyat yuritib kelyapti. Shu arada ancha yillar mana Soyuz totalitar davrlarda yopilib ketdi. Mana Xudoga ming qadda shukrki, mana mustaqilligimizdan keyin masjidlar ochilib, ravon, ochiq, bemalol namozni o'qib, jumaxonlik qilib, jome masjidga aylandi. Taravihlar o'qilyapti, jumalar o'qilyapti. Xo'sh, Xudoga ming qadda shukr, zamonamiz tinch. Yuqoridagi rahbarlarimizga, prezidentimizga hammamiz tashakkur etamiz, rahmat etamiz.